Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana Bahriddinov Olimjon. Azizlarim, bugungi mavzuyimizda ichki ovozlar haqida gaplashamiz. Ba'zan ichimizda bitta yoki bir nechta inson yashayotganga o'xshaydi. Ular goh bir-biri bilan urushadi, goh sizni tanqid qiladi, goh sizni qo'rqitadi. Xo'sh, bu ichki ovozlar nima va qayerdan keladi? Bu ichki ovozlar aslida bizni himoya qilayotgan yoki jazolayotgan yoki tanqid qilayotgan insonlar bo'ladi. Xo'p, endi bir boshdan kelsak, bularning boshlanishi yana bolalikdan boshlanadi. Chunki bolalikda doim bizni tanqid ostida, aybdorlik ostida, jazolab katta qilgan bo'lsa yoki bizni qo'rqitib katta qilgan bo'lsa, doim nimalarnidir aytib, bunaqa bo'lsa bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'lsa bunaqa bo'ladi. Hoy, uni qilma, bo'lmaydi. Bu ishing o'xshamaydi. Sen yomonsan, sen bunaqasan. Endi sen jazolanasan yoki har bitta qilgan ishingizni tanqid qilib qalbingizni ko'mib tashlagan bo'lsa, vaqt o'tib bular sizni ichingizdagi yana siz bilan birga yashaydigan qo'shimcha o'sha ichki personajlarga aylanadi. Ya'ni yangi obrazlar shakllanadi. U yoqda kimdir sizni tanqid qiladi, kimdir sizni jazolaydi. Qaysidir qilgan ishlaringiz uchun o'zingizni ayblab jazolaysiz, o'zingizga jazo talab qilasiz, yomon insonman deb o'ylaysiz yoki qanaqadir bir nazoratchilar bo'ladi-da bizning ichimizda. O'zimiz nazorat qilishga urinamiz. Ya'ni qo'rquvdan saqlashga urinamiz. Ya'ni qo'rquvni kelish sababi o'zi bizga signal berish, ogohlantirish. Hoy, sen mana bu narsani qilma yoki sen mana bu narsani qilyapsan. Buni qilgan inson jazolanadi. Oldinda xavf bor deb sizni ogohlantiryapti. Xo'p, bu qayerdan biladi? Chunki oldin shunga o'xshash yoki men shunaqa ishni qilganda u jazolangan, tanqid qilingan. Endi hamma ishni qilishda ikkilanasiz, doim o'zingizdan o'zingiz shubhada bo'lasiz. Ichingizdagi o'sha bir nechta ovozlar gaplashganning natijasida harakat qila olmaysizda. Na siz hozir baxtli bo'la olasiz, na xursand bo'la olasiz. Umuman bitta joyda to'xtaysiz, qotib qolasiz. Nega? Chunki qalb sizni haqiqiy meningiz, ichingizdagi bola chiqishni istaydi. U chiqaman tashqariga, baxtli yashayman, quvonchli yashayman deydida, endi o'zini ko'rsatishni boshlaganda bu yoqdan nazoratchi keladida, eng birinchi nima deydi? Chiqma, erkinlik bu xavf xatar. Chiqishing noto'g'ri yoki chiqsang sen hamma tanqid qiladi. Atrof yomonliklarga to'la deydi. Yoki qo'rquv keladida, sizga signal beradi. Hoy, sen noto'g'ri ishlar qilyapsan yoki juda ham o'zingni erkin qo'yib yuboryapsan yoki sen nima ish qilayotgan bo'lsangiz, o'sha savolni o'zingizga beringda. Men shunaqa ish qilyapman, demak bu yaxshi emas. Sizga qo'rquv kelib, sizni burchakka siqib qo'yadi-da, sizni nazoratda ushlab, sizni aslida himoya qiladi. Ya'ni bizni ichimizdagi tanqidmi, aybdorlikmi, qo'rquvlarmi, o'sha jazolovchilarmi kim bo'lishidan qat'iy nazar, ular aslida bizni foydamizga ishlaydi. Ya'ni bizga qachon 7 yoshmi, 14 yoshmi bilmayman, qachon travma tushgan bo'lsa, o'sha qo'rquvlar ham shakllanganda, keyin ong ostimizda bizga ichki ovoz sifatida shakllangan. Ya'ni ular ong ostimizdan kelyapti aslida bizni. Keyin qalb aytadi, jonimga tegdi, shuncha odam yashayapti-ku, mazza qilib yashayapti, menga nima qilgan, nimaga boy emasman, nimaga baxtli emasman, nimaga men yaxshi yashay olmayman. Keyin ikkalasi urushadi-da bir-biriga. Bir-biri bilan urushadi-da. Bu yoqda eng ko'p jabr chekkan kim? Ichingizdagi ikkita fikr urushadi. Siz jabrini tortasiz. Buni nimaligini tushunmaysiz. Boshingizni qayerga urishni bilmaysiz. U narsa uxlasangiz ham yo'qolmaydi. Xotirjamlik yo'q. O'zingizni bir bemalol erkin qo'yib o'tira olmaysiz bir joyda. Doim nimalarnidir o'ylab yurasiz. Doim atrofdan xavf-xatar, hozir men jazolanaman, hozir meni tanqid qilishadi, hozir bir yomon ish bo'ladi deb kutaverasiz yoki nimadir amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsani siz amalga oshira olmaysiz. Amalga oshirishdan qo'rquvlar keladi, o'xshamaydi degan ovozlar keladi. Aslida bor o'sha ichingizdagi tinimsiz qaytarilayotgan ichki ovozlar, u sizniki emas-da. U sizni ichingizda. Lekin tashqaridan, tashqi omillar sabab o'rnatilgan. Eng ko'p yaqinlaringizniki. E'tibor bering, eng ko'p o'ylab yurgan qo'rquvlaringiz onangizdan,
otangizdan yoki o'sha buvilardan yaqin insonlarning ovozi bo'ladi. Ichingizdagi ovozlar meniki deb o'ylashingiz mumkin. Aslida yaqinlaringizning ovozlari. Ong ostingiz aynan o'sha ovozlar orqali sizni yo ogohlantiradi, sizga belgi beradi, yo himoya qiladi, yo jazolaydi, yoki tanqid qiladi. Endi o'ylab ko'ring. Sizni ichingizdan kelayotgan ovozlar kimniki, kimga oid ovozlar? Va ichingizdan qanaqa ichki fikrlar kelyapti? Qanaqa qarshiliklar kelyapti? Albatta kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Ichki bolangizni, qalbingizni ozod qiling, ozod va erkin yashang. Chunki qalb ozod bo'lgandan keyin xursandchilik ham, energiya ham, baxt ham, pul ham, ijod energiyasi ham o'z-o'zidan ochilishni boshlaydi. Agar siz ichki bolangizni, o'sha ichingizdagi ovozni bostirib tashlaversangiz, mana shu narsa esingizda bo'lsin, atrofdagilar sizni eshitmaydi. Hech kim sizni gapingizni jiddiy qabul qilmaydi, gapingizga quloq solmaydi. Ya'ni qisqa qilib aytganda atrofdagilar uchun hech kim bo'lib qoladi. Shuning uchun eng avvalo o'zingizni eshitishni o'rganing. Ong ostingizni va qalbingizni o'sha yillar davomida bosilib ketgan, bostirib tashlagan bloklaringizdan tozalang. Sizlar bilan ong osti bilan ishlovchi mutaxassis Bahriddinov Olimjon bo'ldi. Salomat bo'ling azizlarim.